Real klublar o'rtasidagi jahon chempionati chorak finaliga chiqdi. Kecha Juventusni taslim etdi Bruno hisobida va sekin-asta bu turnirga ham ta'm kira boshladi va Xabi Alonso klubni qayta quryapti va bu ishni asosan yoshlar bilan qilayotganligi hozir juda ko'pchilik muxlislar tomonidan e'tirof etilyapti. Ya'ni uni qo'l ostida juda ko'plab yosh futbolchilar o'zini ko'rsatyapti va eng qizig'i bu ishlarni Mbappesiz qilayotganligi bu ham o'ziga xos holat va endi chorak finalda Borussia Dortmund bilan o'ynaydi. Real Borussiani biladi, suyukli jamoalardan biri va agar yarim finalga chiqadigan bo'lsa, ko'p ehtimol PSG ga qarshi o'ynashi mumkin. Hozir PSG ni juda ko'pchilik yil jamoasi deyapti. Agar Realni ham yutib qo'ysa, dahshat bo'ladi. Va Alonso qo'l ostida kashfiyotga aylangan futbolchilardan biri Gonzalo Garcia fenomenal o'tkazyapti turnirni. Xullas, Real atrofida juda ko'p voqealar bo'lyapti. Kuzatish kerak. Yorqin o'ynayapti Real.